Uchburchakka rom shunday ichkisilganki, ularning bir burchagi umumiy, rompning shu burchak qarshisidagi uchi uchburchak tomonini 2 uch nisbatda bo'ladi. Uchburchakning diagonallari m va n ga teng. Uchburchakni rom tomonlarini o'z ichiga olgan tomonlarini toping. A, B, S uchburchak berilgan. A burchak umumiy qilib n m k. Hop, bu yerda a n m k imiz rom o'xshatishga harakat qildik. Shuni rom deb tasavvur qilasizlar. Demak, romni bir uchi uchburchakning tomoni 2 uch nisbatda bo'lsa, 2x 3x. Rompning qarama-qarshi tomonlari parallel bo'lgani uchun S burchagimizga M burchagimiz teng bo'ladi. N burchagimizga A burchagimiz teng bo'ladi. B burchagimiz ikkita uchburchak uchun ham umumiy bo'lgani uchun, demak, uchburchak N, B, M dastlab o'xshash bo'lyapti uchburchak A, B, S ga. Xo'p, o'xshash bo'lgani uchun, demak, AC ni 5A deb belgilab oladigan bo'lsak, MN ni BM ga nisbati AC ni BS ga nisbati. Bu yerdan MN kesmani topadigan bo'lsak, AC imiz 5A deb belgilab oldik. BS imiz 5x, BM kesmamiz 3x. Shu yerda 5 bilan 5 qisqarib, qulaylik tug'dirish uchun AC, ya'ni asosini 5x deb belgilab oldik. Natijada 3A ga teng. Demak, rompning tomoni 3A ga teng ekan. Xo'p, yana shu N, B, M uchburchak bilan A, B, S uchburchak o'xshashligiga ko'ra, xo'p, BN ni MN ga nisbati AB ni AC ga nisbatiga teng. Xo'p, BN taqsim MN kesmamiz 3A ga teng edi. AB kesmamiz xo'p, AN qo'shilgan BM ga teng. Ya'ni 3A qo'shilgan BM taqsim AC imiz 5A. A'lo o'zaro qisqarib ketib, proporsiya qiladigan bo'lsak, 5 ta BN 9 ta A plus 3 ta BM. Uzr, BN shu yerda M emas. BN. Hop, chap tomonga o'tkazib, BN kesmamiz 9 taqsim 2 A ga teng. AB kesmamiz esa BN qo'shilgan 3A. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, AB kesmamiz demak 15 taqsim 2 A ga teng bo'lyapti. Hop, ikkinchisi, masala shartida rompning diagonallari biri M ga, ikkinchisi N ga deb berilgan. Demak, diagonallari kvadratlari yig'indisi 4 ko'paygan tomonni kvadrati. Tomoni 3A ga teng edi, uni kvadrati. M kvadrat plus N kvadratimiz 4 ko'paygan 9 ta kvadrat. M kvadrat plus N kvadratimiz tenglik 36 ta A kvadratga. Bu yerdan A ni topadigan bo'lsak, 36 ta M kvadrat plus N kvadrat taqsim 6 ga teng. Uchinchisi, AB tomonimiz 15 taqsim 2 A ga teng edi. Ya'ni 15 taqsim 2 ko'paytirilgan qonuniga M kvadrat plus N kvadrat taqsim 6. 15 bilan 6 ni 3 ga qisqartirib oladigan bo'lsak, 5 taqsim 4 ildizosti M kvadrat plus N kvadrat. AC tomonimiz 5A ga teng edi. 5 ko'paytirilgan M kvadrat plus N kvadrat taqsim 6. 5 taqsim 6 M kvadrat plus N kvadratga teng. Rompning tomonlarini o'z ichiga olgan tomoni uchburchakni AC bilan BC tomoni edi. Shuni topish talab qilingan edi.